Voy bolam, puling o'zingga buyursin. Men mingdan ming roziman. Menga sog' salomat yursang, shuni o'zi katta baxt. Ha, onam, ha. Mani yana bitta qarzim bor. Yana qanaqa qarz? Bu qarzni hali ko'pchilik uzolgani yo'q. Bilasizmi? Menga o'xshagan farzandlar mana shu ikki og'iz gapni aytishga uyalishadi. O'zi ikki og'iz gap. Nimaga? Sizni yaxshi ko'raman degan gap. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ha, onam. Siz mendan qarz so'rab o'tiribsiz. Aslida haqiqiy qarzdor farzandlar emasmi?